Ruh zahiran va batin adam bilan байланышады. Zahiri sirtqi ko'rinishda dag'in, ichki jaq tarafdan dag'i байланышы bo'ladi. Adam balasi zahiran va batinan ichki sirtqi бүт bardıq ruh alıngandan keyin ağa ölüm keladi. Anda qiyimlar hareket, ko'zi qarabay qoladi, ko'zi qiyimildabay qoladi, dem albay qoladi, echteke jeyilbay qoladi. Bu to'liq ruhdan qabza qilingani. Ikkinchisi ruhtu Allah Taala keyde zahiran sirtqi ta'alluq baylanishini gana üzüp qo'yadi. Alib qo'yadi. Ichki baylanishi qoladi. Bu uyqu uchurunda. Uxtayotgan uchurda Allah Subhanahu va taolo sirtqi baylanishni olib qo'yadi. O'shaning uchun odam bolasi tinch bo'lib uxtayveradi. Bu uyqu ne'mat. Kunduzi kechgacha charchaysin, o'sha charchaganni jo'g'otish uchun Allah Subhanahu va taolo uyqu bergan. Uxtagandan keyin salib qolasiz. Al yerda ruh chiqib ketadi. Biroq zahiriy ruh adamning sirtqi denesi bilan baylanishgan narsa chiqib ketadi tag'in, al malabna ala ketadi. Aylanib keladi, o'shaning uchun tush ko'rasin, o'lgan odamlar bilan yo'lg'ansa boshqa bo'lasin, bu ruhdan chiqib ketgan bo'ladi. Biroq ruhning ikkinchi bir tarafi bor, batini. Al qalat, o'shaning uchun dem olib turgan bo'lasin, ishlayotgan bo'lasin. Har uxtayotasiz. Biroq ne bo'ldi? Bu da o'lim. O'limning bir turi. Biroq ne bo'ldi? Sirtqi ruh ketadi, ichki ruh qalat tag'in, o'shaning uchun sen dem olib turgan bo'lasin.